Mana buning nomi pik. Pik qilish uchun avvalambor 5 barmoqda o'ynash kerak. Bir ikkita haterlar keladi, turgan meshokda yo qimirlamay turgan odamni mana bunaqa qilib ota olaman deb. Uchebniy poligonga kirishdan maqsad pik qilishni o'rganish. Siz avvalambor qimirlamasdan turgan meshokda otishni o'rganasiz. Va o'zida barmoqlaringiz mana bu joystick knopka pik qilishga polni moslashib olgandan keyin odam bilan trenirovka qilsa bo'ladi. Pik qilishingni yaxshilab aytib beringlar. Har pik qilganimda joystickni o'ngga chapga yurg'izyapman va shu o'rtada o'tirib turadigan bosyapman. Xuddi men qilayotgan pikni saperning litsosida ko'rsataman. Prosta easy. O'zbekistonda любой tadamir o'zini ustida tayyor bo'lib qolgan. U o'zini ustida ishlagan. Men ham power kirganimda o'zim pikchi bo'lmaganman. Trenirovka qilib shu darajaga yetdim va buni sizlarga ham o'rgatmoqchiman. Bu Timur bilan piklash. Agarda pikni mukammal video darslik qilib chiqarishni xohlasangiz, mana shu videoga bir dona like bosib, обязательно obuna bo'lib, kommentariyada pro pik so'zini yozib qoldiring. Bu video 2 kun ichida 20 ming like kelsa, pik haqida bundan ham mukammal video qilib chiqaraman.